Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Oyoq va paypoqqa masih qilish masalasi. 242-savol. Oyoqqa yoki paypoqqa masih qilish degan nima? Javob. Oyoqqa va paypoqqa masih qilish, tahorat olganda putlarni yuvishning o'rniga tahorat bilan kiyilgan oyoq kiyimlardan o'tuk, piyma, masa, to'pli, o'shqini yepib turadigan petinka, qiyilnaroq paypoq qatorliqlarning ustini ho'llangan qo'l bilan silash deganlikdir. 243-savol. Oyoqqa yoki paypoqqa masih qilishning sharti nima? Javob. Oyoqqa yoki paypoqqa masih qilishning sharti tuvandikicha. Birinchi, oyoqning o'shqini yepib turadigan paypoqning qilinaroq bo'lishi. Ikkinchi, paypoqqa masih qilish payg'ambar alayhissalomning ishonchli hadislari bilan sabit bo'lgan va payg'ambar alayhissalomdan boshlab sahobalar, tabiinlar va mujtahid ulamolar qilgan bir ish. Mughra ibn Shu'ba radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom go'yda oyoqqa, go'yda paypoqqa masih qiladi. Imom Ahmad, Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Hibyan, Bayhaqi, İbn Xuzayma va Ibn Shayba qatorliq hadisshunoslar hadis to'plamlarida rivoyat qilgan sahih hadis. Paypoqqa masih qilishning joizligi 13 sahobadan rivoyat qilinib kelingan va 15 ga yaqin fiqhshunos olim joiz sanagan kuchli masaladir. Hanafi mazhabida tan ko'rinmaydigan darajadagi qilin paypoqqa masih qilishga bo'ladi degan qarash bo'yicha fatvo beriladi. O Imom Abu Yusuf va Muhammadning qarshi bo'lib, Imom Abu Hanifa chamlik yoki xurum paypoq bo'lmasa joiz bo'lmaydi degan bo'lsa-mu, oxirgi hayotida kasal bo'lib qolganda chamsiz paypoqqa masih qilgan va yo'qlab kelganlarga burun men kishilarni to'sgan ishni qildim degan. Buning asosan olimlar Imom Abu Hanifa ikki shogirdining rayiga qaytgan deb qaragan. Şafiy mazhabining peshvosi Imom Shafiy qatorliq bir qism olimlar paypoqqa masih qilishning joiz bo'lishi uchun uningda yo'l yurgili bo'ladigan darajada qilin bo'lishini shart qilgan. Al-Majmu'i. Maliki mazhabining peshvosi Imom Malik paypoqqa masih qilishni joiz emas deb qaragan bo'lsa-mu, xurum bilan chamlangan paypoq bir tarafdan o'tikka o'xshab qolganlikdan bu vaqtda uningdan ikki xil qarash rivoyat qilingan. Bir rivoyatda joiz bo'ladi degan. Bidayatul Mujtahid. Hozirgi salafiy mazhabdagilar paypoq ismini olgan qandoqli bir paypoqqa masih qilishga bo'ladi deb qaramoqda. Bularga ko'ra, paypoqlarga masih qilishda paypoqlar nepiz yoki qilin deb ayrilmaydi. Demak, paypoqqa masih qilishning joizligida ixtilof yo'q. Ixtilof faqat masih qilishga bo'ladigan paypoqning sifatida bo'lmoqda. Ixtilofning asosli sababi bu ixtilof asosan payg'ambarimiz va sahobalar masih qilgan paypoqning hozirgi davrimizdagi qaysi turlik paypoqqa to'g'ri keladiganligini belgilashdan, ya'ni paypoqni o'tikka qiyos qilishga bo'lamdi yoki bo'lmamdi degan talash tartishdan kelib chiqqan. Bidayatul Mujtahid. Qilin paypoqlarga masih qilishga bo'ladi deguvchilarning dalillari. Qilin paypoqqa masih qilishga bo'ladi deguvchilarning dalillari tuvandikicha. Bir hadisda payg'ambar alayhissalom ikki paypoqqa masih qilgan deb kelgan. Bu hadis Nasai'dan boshqa 5 hadis to'plamida rivoyat qilingan. Bu hadisni burunqilardan Imom Tirmizi, keyingilardan Shayx Albani qatorliq ba'zi hadisshunoslar sahih deb qaragan. Ammo Imom Ahmad ibn Hanbal, Sufyan as-Savri, Abdurrahman ibn Mahdi, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in, Imom Muslim, Imom Bayhaqi, Imom Abu Dawud va Imom Navaviy qatorliq katta hadisshunoslar bu hadisni ojiz deb baholagan. İmam Navaviyga ko'ra bu hadisni sahih degan taqdirdami, uningdagi paypoq so'zdan faqat chamlik yoki yo'l yurgili bo'ladigan qilin paypoq ko'z tutiladi deyishga bo'ladi. İmam Malikning mushundaq ma'no berganligi rivoyat qilingan. Al-Majmu'. Yana Hazrat Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Bara ibn Azib, Anas ibn Malik, Abu Umama qatorliq ko'plagan sahobalarning paypoqlarga masih qilganligi ma'lum. Hozirgi paypoqlarimizga kelsak, sahobalarning zamonidagi paypoqlar hozirgi zamonimizdagi qilinaroq paypoqlarga to'g'ri keladi. Putlarning terisi ko'rinib turadigan yozliq nelon yoki nepiz yipak paypoqlarga to'g'ri kelmaydi. Shunga undaq paypoqlarga boshqa uzr bo'lmasa masih qilishga bo'lmaydi.
Paypoq qilinaraq bo'lib, putni yuyishda qish kunlarida yoki safar ustida havoning yoki suvning sovuqligidan qiynalib qoladigan ahvol bo'lsa, uningga masih qilsa bo'ladi. Bo'lmasa normal sharoitda joiz bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimdagi tahorat oyatida putinglarni o'shiqqacha yuyinglar deb buyurgan. Payg'ambar alayhissalomga tahorat elishni o'rgatgan hadislarda putini o'shiqqacha yuyishni ko'rsatgan. O'zi tahorat olgandimi putini yuvgan. Sahabe kiramlarning normal sharoitda putini yuvgan. Hatto safar ustida putini chala yuvganlarni Payg'ambar alayhissalom 2-3 qatim orqasi yuyilmagan putlarga jahannam azobidan voy deb takrorlab ogohlantirgan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Yana putini yuvib tahorat elib ko'rsatgandan keyin mundaq degan. Kimki buningdan ortiq yoki kam qilsa yaxshi qilmagan bo'ladi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Ahvol mundaq ekan, yuyishning farzligi asli hukm. Masih qilish bo'lsa qiyinchilik tufaylidan berilgan ruxsatdir. Ruxsat degan qiyinlish ahvoliga qartab berilgan kengchilik. Shunga normal ahvolda bo'libmi yozning issiq kunlarida suv kengri yerlarda ruxsatga esilib olishga bo'lmaydi. Havo issiq chog'larda boshqa uzrisi bo'lmasa putini yuymay paypoqqa masih qilsa joiz bo'lmaydi. Chunki asldagi hukm yuyish, uningdan faqat suvning sovuqligi yoki havoning sovuqligi deganda qiynag'uvchi sabablar tepilgandilar, uning badal bo'lgan masihga yetkilamiz. Balki texi issiq kunlarda putini yuymay sesiq borib yurish boshqalarga azor berganlik sabablik makruh bo'lish kerak. Puti yoki paypoqi puraydigan birining xuddi xamsamsaq yoki xampiyaz yegan odamdaklar masjidga kirib namoz o'qishdan ma'ni qilinish kerak. Har qanday paypoqqa masih qilishga bo'ladi deguchilarning dalili tuvandikicha. Shayxul Islom Ibn Taymiya mundaq degan: paypoqqa masih qilish mutlaq joizdir. Payg'ambar alayhissalom oyoqqa va paypoqqa masih qilgan. Bu haqda hadis kelmagan taqdirdami qiyos uning joizligini taqozo qiladi. Paypoqning teridan tikilgan yoki raxtdan va yoki yungdan to'qilgan bo'lishining farqi yo'q. Allama Yusuf al-Qardavining maqolasidan elindi. Saudiya Arabistonining katta ulamolaridan Muhammad ibn Salih al-Husaymin oyoq kiyimlariga masih qilish haqida fatvo nomli asrida fiqhshunoslarning oyoq kiyimiga masih qilish uchun uning o'shiqlarni yepib turadigan bo'lishi, qalin bo'lishi va yirtiq bo'lmasligi shart deganga o'xshagan so'zlarga radiya berib mundaq degan. Fiqhshunoslar qo'ygan bu shartlarning Qur'on yoki sunnatdan dalili yo'q. Sunnatda paypoqlarga masih qilishning joizligi shartsiz kelgan ekan, bizmi uni shartsiz qabul qilamiz. Mutlaq kelgan shariat ahkomlariga shartlarni qo'yish uchun Qur'on yoki sunnatdan dalil bo'lish kerak. Ahvol bundaq ekan, yirtiq paypoqlarga masih qilish joizdir. Bu mavzuda qaysi tarafning ra'yi bo'yicha ish ko'rish anglag'uvchilarning tanlashiga topshiriladi. Ammo men bu masalada har ikki tarafning ra'yiga hurmat qilish va ehtiyot yuzasidan paypoqning tan ko'rinmaydigan qilinaraq paypoqlardan bo'lishini shart deb yozdim. Ikkinchi oyoq yoki paypoq tahorat elib bo'lgandan keyin kiyilgan bo'lishi. Uchinchi oyoq yoki paypoqning har qanday bir paskinlikdan pokiz bo'lishi. To'rtinchi masih qiluvchining junub bo'lmasligi, ya'ni g'usl qilishi farz bo'lib qolgan kishining masih qilishi joiz emas. G'usl qilib oyoqi yoki paypoqini poklik ustiga kiygan bo'lsa, ondan uningga masih qilsa bo'ladi. 5. Masihning muddatiga rioya qilish. Masih qilish usuli. 244-savol. Masihni qanday qilish kerak? Javob. Oyoq yoki paypoqqa masih qilishda qo'llarni ho'l qilib, o'ng qo'lning barmoqlari bilan o'ng putning, so'l qo'lning barmoqlari bilan so'l putning uchlaridan boshlab, putlarning ayriladigan beg'ishlarigacha bir qatim silinadi. Masihning muddati. 245-savol. Masihning muddati qanchalik? Javob. Masihning muddati yo'lovchilar uchun 3 kecha kunduz, muqimlar uchun 1 kecha kunduzdir. Buningga binoan yo'lovchilar oyoqlarini tahorat ustiga kiygandan keyin shu tahorati buzilgan vaqtdan boshlab 3 kecha kunduz, 72 soat, muqimlar 1 kecha kunduz 24 soat oyoqlarini yashmasdan ustiga masih qildi. Masihni buzadigan omillar. 246-savol. Masihni buzadigan omillar qaysilar? Javob. Masihni buzadigan omillar tuvandikicha. Birinchi, tahoratni buzadigan omillar masihni buzadi. Bu vaqtda tahorat elib, oyoqlarning ustiga qayta masih qilinadi. Ikkinchi, putlarning birasi yoki ikkilisining oyoq yoki paypoqlardan butunlay chiqib ketishi yoki chiqarilishi. Uchinchi, masih muddatining tugishi. To'rtinchi, oyoq yoki paypoqlarning ichida putlarning birasi yoki ikkilisi suv o'tib ketganlikdan ho'l bo'lib ketishi. Yuqorqi ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi hollarda
Putlar taharat orqali yuvilgandan keyin oyoq yoki paypoq qayta kiyiladi. Mashiga munosabatlik ishlar. 247-savol. Tengaqning ustiga qanday mashi qilish kerak? Javob. Yara, sunuq va cheqiqlarning ustiga tengilgan tengaqlarni yeshib, uning ostini yuyish yoki ho'l qilish ziyonli bo'lgan hollarda tengaqning ustini ho'llagan qo'l bilan bir qatim silash yuyishning o'rnida turadi. Az deganda 3 barmoq bilan bir qatim silash shartdir. Tengaqlarning ustiga qilingan mashining muddati yo'qdir. Ya'ni tengilgan organ saqayğanğa qadar boshda qilgan bir qatimlik mashi yetarlikdir. Tengaqlarga mashi qilish uchun uning tahoratli bo'lgan holda tengilgan bo'lishi shart emas. Shundaqla tengaqni almashtirish bilanmi mashini yangilash lozim ketmaydi. 248-savol. O'zirlik kishilar qanday qilish kerak? Javob. To'xtamasdan burni qanaydigan yoki tarti to'xtamaydigan yoki ko'zidan yoki quloqidan seriq suv iqib turadigan kishilar o'zirlik kishilar deyiladi. Bundaq kishilarni bu o'zirlar ibodatdan cheklayanmaydi. Balki bu holatlarda tahorat elib namoz o'qiy oladi. Faqat ular bir vaqt namoz uchun olgan tahorat bilan yana bir vaqt namozni o'qiy olmaydi. Balki har bir vaqt namoz uchun ayrim tahorat elishi lozim. Mundaq kishilarning o'zirlari davom qilyapsimi, namozni o'qib bo'lg'ichilik tahorati sunmaydi. Ayollarga xos holatlar va ularning ahkomlari. 249-savol. Ayollarga xos qancha holat bor? Javob. Ayollar o'zlariga xos 3 holat bor bo'lib, ular birinchi oylik holati, ayzidorlik holati, ikkinchi tug'utlik holati, nifoslik holati, uchinchi o'zirlik holati, mustahazilik holati. Ayollarning oylik holati. 250-savol. Ayollarning oylik holati degan nima? Javob. Ayollarning oylik holati oylik odatning qinini ko'rish yeshidagi ayollarning kasallikdan emas, balki normaldagi oylik odati bo'yicha baliyatqullardan oylik qinining kelishi demakdir. 251-savol. Ayollarning oylik odatining muddati qanchalik? Javob. Ayollardagi oylik odat muddatining ezi 3 kun, ko'pi 10 kun. Normal muddati 5 kun bilan 7 kun orasida bo'ladi. Ayollarning tug'utlik holati. 252-savol. Ayollarning tug'utlik holati degan nima? Javob. Ayollarning tug'utlik holati tug'utdan keyin tug'utning qinidan paklang'ichilik bo'lgan mezgil demakdir. 253-savol. Ayollarning tug'utlik holatining muddati qanchalik? Javob. Ayollarning tug'utlik holati tug'utning qinining tugishi bilan tamomlanadi. Qonning tugash muddatining ezi bir qancha minut, ko'pi 40 kundir. 40 kundan eshib ketgan o'zirlik holati hisoblanadi. 254-savol. Ayollar odat ko'rgan yoki tug'utdan keyingi qinidan paklanib bo'lmagan vaqtlarda qanday ishlarni qilolmaydi? Javob. Oylik odatning yoki tug'utning qinidan paklanmagan muddat ichidagi ayollar uchun ma'ni qilingan ishlar tuvandikicha. Birinchi namoz o'qish, ikkinchi ro'za tutish, uchinchi Qur'onni tutish va o'qish. Agar qopchig'i bilan tutsa bo'ladi. To'rtinchi masjidga kirish, beshinchi tilovat sajdasi qilish, oltinchi e'tikof qilish, yettinchi Ka'bani tavob qilish, sakkizinchisi jinsiy munosabat o'tkazish. Ayollar qonlardan poklangandan keyinla g'usl qilishi vojibdir. 255-savol. Ayollar yuqorqi holatlarda qilamagan ibodatlarni qanday qiladi? Javob. Ayollar yuqorqi holatlar sababli o'qiyolmagan namozlarning qazosini qilmaydi. Chunki namoz ulardan saqit bo'lgan bo'ladi. Ammo tutalmagan Ramazon ro'zasining qazosini Ramazondan boshqa vaqtlarda tutib ado qiladi. Ayollarning o'zirlik holati. 256-savol. Ayollarning o'zirlik holati degan nima? Javob. Ayollarning o'zirlik holati oylik odat ko'rish muddati ichidagi ayollarning 3 kundan oz yoki 10 kundan ko'p, tug'utlik muddati ichidagilardan 40 kundan ko'p, qizlardan 9 yoshga to'lishdan burun va odat ko'rish yeshidan o'tib ketgan cho'ng ayollardan ularning baliyat qo'llaridan qon kelishi ularning o'zirlik holati deyiladi. 257-savol. O'zirlik holatidagi ayollar ibodatlarni qila olamdi? Javob. O'zirlik holatidagi ayollar ibodatlarni qila oladi. Hatto qon to'xtamay eqib tursimi, har bir namoz uchun alohida tahorat elib namoz o'qiydi. Namozning vaqti chiqishi bilan ularning tahorati sungan bo'ladi. Ayollar o'zirlik holatlarida jinsiy munosabatda bo'la oladi. Tahoratsiz va junub kishi uchun ma'ni qilingan ishlar.
258 savol. Tahoratsiz kishilar uchun ma'ni qilingan ishlar qaysilar? Javob. Tahoratsiz kishilar uchun ma'ni qilingan ishlar tuvandikilar. Birinchi, namoz o'qish. Ikkinchi, Qur'onni tutish. Uchinchi, Ka'bani tavob qilish. 259 savol. Junub kishi uchun ma'ni qilingan ishlar qaysilar? Javob. Junub g'usl qilish farz bo'lib qolgan kishi uchun, tahoratsiz kishilar uchun ma'ni qilingan yuqorqi 3 ish bilan birlikda tuvandagi 2 ish ma'ni qilinadi. 4. Qur'onni yodiga o'qish. Junub kishining bir oyatni yodqa yoki qarab o'qishi qat'iy ma'ni qilinadi. Ammo junubligi esida yo'q, ixtiyorsiz Qur'on o'qib solsa gunoh bo'lmaydi. Shundaqla junub kishining taom yeyish yoki bir ishni boshlash oldida Bismillahirrohmanirrohim deyishi, Alloh taologa shukr ato qilishi niyati bilan Alhamdulillahi robbil alamin deyishi, qatnashga o'ltirganda zikr niyati bilan Subhanallazi sakhkhara lana hadza va ma kunna lahu muqrinin va inna ila rabbana lamunqalibun. Ne o'qishi musibatda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyishi, Ayatul Kursini, Fatiha va Ixlos suralarini zikr maqsadi bilan o'qishi Hanafi va Shafiy mazhabining ittifoqi bilan joizdir. Chunki Imom Muslim Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambar alayhissalom hamma vaqtda Alloh taologa zikr etadi deb kelgan. Yuqorqi ahkomlar hayzdor va tug'utli ayollarni o'z ichiga oladi. 5. Masjidga kirish va uningda e'tikof qilish. Junub kishining qaysi bir sabab bilan bo'lsin masjidga kirishi va uningda o'ltirishi ma'ni qilinadi. G'usl va uningga munosabatli masalalar. 260-savol. G'usl degan nima? Javob. G'usl poklanish niyati bilan butun badanni pokiz yuvish orqali umumiy cho'ng tozalik qilish demakdir. G'usl qilishni kerak qiladigan ishlar. 261-savol. G'usl qilishni kerak qiladigan ishlar qaysilar? Javob. G'usl qilishni kerak qiladigan ishlar tuvandikicha. Birinchi, jinsiy munosabat o'tkazish, garchi sperma chiqmagan taqdirdami, ayol har ikkisi uchun g'usl qilish farzdir. Ikkinchi, qaysi bir sabab bilan spermaning etilib chiqishi. Uchinchi, uyquda qandaqli bir kayfiyat bilan bo'lsin spermaning chiqishi. To'rtinchi, tug'ut yoki oylik odatning qonlarining to'xtashi. 5. Maslikdan, g'ussizlikdan asli kelgan kishining o'zida sperma jinsidan bir ho'lligi bayqishi. G'uslining turlari. 262-savol. G'usli qancha turlik bo'ladi? Javob. G'usli 3 turlik bo'lib, biri farz bo'lgan g'usli, yana biri sunnat bo'lgan g'usl, uchinchisi mustahab bo'lgan g'uslidir. 263-savol. Farz bo'lgan g'usli qaysi? Javob. G'usl qilishni kerak qiladigan ishlardan birasi yuz bergandan keyin g'usl qilish farzdir. 264-savol. Sunnat bo'lgan g'usli qaysilar? Javob. Tuvandagi 4 ish uchun g'usl qilish sunnatdir. Birinchi, juma namoziga berish uchun. Sunnat bo'lgan yuyinishning vaqti juma kuni atdigandan jumaning vaqtigacha bo'ladi. Ikkinchi, hit namoziga berish uchun. Uchinchi, haj yoki umrga ehrom bog'lash uchun. To'rtinchi, haj qilgan kishining Arafatda imkoniyat bo'lsa, quyosh kun petish tarafga egilagandan keyin g'usl qilish sunnatdir. 265-savol. Mustahab bo'lgan g'usl qaysilar? Javob. Mustahab ta'kidsiz sunnat bo'lgan g'usli tuvandikilar. Birinchi, masjidi haramga kirish uchun g'usl qilish. Ikkinchi, payg'ambar alayhissalomning masjidiga kirish uchun g'usl qilish. Uchinchi, imkoniyat bo'lsa, Muzdalifada g'usl qilish. To'rtinchi, meyitni yuvgandan keyin g'usl qilish. Beshinchi, qon oldirgandan keyin g'usl qilish. Oltinchi, hushidan ketib asliga kelgandan keyin g'usl qilish. Yettinchi, sarangliqdan o'ngshalgandan keyin g'usl qilish. 8. Maslikdan yechilgandan keyin g'usl qilish. 9. Sabiy qiz odat hayzi ko'rmasdan yoki sabiy o'g'il ehtilom bo'lmasdan 15 yoshga kirsa, ularni balog'atga yetdi deb qaralganligi uchun ularning g'usl qilishi mustahabdir. Ammo qizlar odat ko'rgan, o'g'illar ehtilom bo'lganda ularning g'usl qilish farzdir. 11. Kofir odam musulmon bo'lgandan keyin g'usl qilishi. G'uslining farzi yoki sunnatlari. 266-savol. G'uslning farzi qancha? Javob. G'uslning farzi 3 bo'lib, ular: birinchi, og'izga suv elib to'liq chayqash, ikkinchi, burniga suv elib tozalash, uchinchi, butun badanni pokiz yuvish. 267-savol. G'uslning sunnatlari qaysilar? Javob.
G'uslining sunnatlari 7 bo'lib, ular: birinchi g'usl qilishni niyat qilish, ikkinchi bismillahirrohmanirrohim deyish, uchinchi ikki qo'lini beg'ishigacha yuyish, to'rtinchi badanda sperma yoki nijosat bo'lsa, uni g'usldan avval yuvib tozalash, beshinchi jinsiy a'zoni yuyish, oltinchi namozga tahorat olgandek tahorat elish, yettinchi butun badanni oz deganda 3 qatim yuyish. G'usl qilishning qoida tartibi. 268-savol. G'usl qilishning qoida tartibi qandoq? Javob. G'usl tuvandagi tartib bo'yicha qilinadi. Birinchi, avval g'usl qilishni niyat qilib, bismillahirrohmanirrohim deymiz. Ikkinchi, ikki qo'limizni pokiz yuvgandan keyin jinsiy a'zoni yuyimiz. Ondan badanda spermaning qoldiqi yoki nijosatlar bo'lsa, ularni tozalaymiz. Uchinchi, ondan xuddi namozga tahorat olgandek tahorat olamiz. Agar yuyingan yer suv toplashgan yer bo'lsa, ikki putimizni yuyishni kechiktirib, g'uslning oxirida chatga chiqib turib yuyimiz. 4. Tahorat ilib bo'lgandan keyin avval beshimizga, ondan o'ng va so'l mo'rilarimizga eng oz deganda 3 qatim suv qo'yib, har qatim suv qo'yganda badanning butun a'zolarini uvlab yuyimiz. Badanda yengning uchichog'liq quruq yer qolmasligi shart. Buning bilan g'uslini tamomlagan bo'lamiz. G'usl qilganda erlarning sochlarining hamma yerlariga suvni yetkazish shartdir. Ammo ayollarning o'ralgan sochlarining yeyish shart emas. Faqat sochning ostiga suv yetkazish yetarlidir. O'ralgan sochni o'l qilmasimi bo'ladi. Oqadigan suv yoki cho'ng ko'lga yoki dengiz daryolarga sho'ng'ish g'uslining o'rnida turadi. Tayammum va uningga munosabatli masalalar. 269-savol. Tayammum degan nima? Javob. Tayammum suv bilan tahorat elishga yoki g'usl qilishga imkoniyat bo'lmaganda, qo'llarni pokiz tuproqqa urib ma'lum a'zolarni silash orqali poklik hukmiga kirish demakdir. Tayammumni kerak qiladigan sabablar. 270-savol. Tayammumni kerak qiladigan sabablar qaysilar? Javob. Tuvandagi hollarda tahorat yoki g'usl qilishning o'rniga tayammum qilinadi. Birinchi, tahorat yoki g'usl uchun yetarli suv tepilmasa. Ikkinchi, suv tepilgandimi, suv bor joyda halokat bo'lsa. Suv eng oz deganda 1 mil 1848 metr yiroqlikda bo'lib, uni hosil qilish rostilla qiyinga to'xtasa yoki mumkin bo'lmasa. Suv qo'llanish bilan kasal bo'lish yoki kasalning og'irlashishi yoki saqayishning kechikishidan qo'rqsa. Mavjud suv tahorat yoki g'usl uchun qo'llanilsa, o'zining yoki hayvonlarning suvsiz qolishidan qo'rqsa. Yo'l ustida bo'lib qattiq sovuq sababli sovuq suvni ishlatishdan qo'rqsa. Tahorat olay desa, jinoza va meyit namozlariga ulgurmaslikdan ansirsa. Chunki bu namozlarga ulgurolmasa qayta o'qiyamaydi. Ammo juma namoziga tayammum qilishga bo'lmaydi. Chunki juma namoziga ulgurolmasa, uning o'rniga peshin namozi o'qig'ili bo'ladi. Shuningdek, meyitning egalari bilan imom uchun tayammum qilish joiz bo'lmaydi. Chunki ularning jinoza namozini kechiktirish huquqi bor. Yuqorqi hollarning qaysi biriga duch kelganda tayammum qilish tahorat bilan g'uslning o'rnida turadi. Tahoratsiz qilishga bo'lmaydigan ibodatlarning hammasini tayammum bilan qilishga bo'ladi. Tayammumning farzlari va sunnatlari. 271-savol. Tayammumning farzi qancha? Javob. Tayammumning farzi 4 bo'lib, ular: birinchi, tayammum qilish uchun tuproq, qum, shekil va toshga o'xshagan pok narsa tepish. Ikkinchi, tayammum qilishni niyat qilish, ya'ni ko'nglida maqsad qilish. Uchinchi, ikki alqonni tuproqqa urib, ular bilan yuzini bir qatim silash. To'rtinchi, ikki alqonni tuproqqa urib, ular bilan ikki qo'lini jaynaklari bilan qo'shib bir qatim silash. 272-savol. Tayammumning sunnatlari qancha? Javob. Tayammumning sunnatlari 7 bo'lib, ular: birinchi, bismillahni to'liq o'qish. Ikkinchi, ikki alqonni tuproqqa urganda barmoqlarini echib turib urish. Uchinchi, tuproqqa urilgan ikki alqonni oldi va keyniga harakatlantirish orqali tuproqqa surtish. To'rtinchi, tuproqqa urilgan ikki alqonni yuzga aprishdan avval qo'llarni qiqish yoki silkish orqali tuproqning asrini yo'qotish. Bu yuzni kirlatmaslik uchundir. Ammo qo'lni boshqa bir narsa bilan surtib o'tishga bo'lmaydi. 5. Tayammum tamomlanganga qadar boshqa mashg'ulotlar bilan tayammumning orasini ayirib o'tmaslik. 6. Tartibga rioya qilish. Tayammum qilishning qoida tartibi. 273-savol. Tayammumning qoidasi qanday? Javob.
Tayammum qilishning qoidasi tovandikicha. Birinchi tayammum qilishni niyat qilish, ikkinchi bismillahirrohmanirrohim deyish, uchinchi alqonlarimizni pokiz tuproq yoki tuproq jinsidan bo'lgan pokiz narsalarga surtimiz. Bu surtishda alqonlarni avval oldiga, ondan keyniga mangdirmiz. To'rtinchi, ondan tuproq surtilgan alqonlarni silkib etamiz. Beshinchi, alqonlarimiz bilan yuzimizning hamma yerini silaymiz. Oltinchi, alqonlarimizni yana tuproqqa urib, yuqorqidek surtgandan keyin qo'llarimizni barmoqlarimizning uchilaridan boshlab jaynaklarimiz bilan qo'shib silaymiz. Qo'llarda yoki yuzda silanmagan ozroqmi joy qolmasligi shart. Tayammumni buzadigan omillar. 274-savol. Tayammumni buzadigan omillar qaysilar? Javob. Tayammumni buzadigan omillar 3 bo'lib, ular tuvandikilar. Birinchi, tahoratni buzadigan har qanday omillar tayammumni buzadi. Ikkinchi, suning tepilishi. Uchinchi, suni qo'llanishga to'salg'i bo'lgan o'zlarining yo'qolishi. Yuqorqi hollarning qaysi birida tayammum buziladi?